Boshlandi. Qanaqa imtiyozli kreditlar bor? İmtiyozli kreditlarimiz har bitta mahallani banklarga bo'lib qo'ygan. O'sha hokim yordamchisining tavsiyasi asosida beriladi. Ariza qilasiz, hokim yordamchingiz ko'rib chiqib, sizni ehtiyojingizdan kelib chiqib, sharoitingizni o'rganib, sizga tavsiya beradi. Chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik, issiqxona, tikuvchilik, kasanachilik, santexnik, shu kabi yo'nalishlarga ajratiladi. Oldin 33 milliongacha berilardi, hozir u 50 millionga chiqqan. 17,5% asosida beriladi. Issiqxonaga 7 yil, 3 yil imtiyozli davri bilan 7 yil muddatga beriladi. Qolgan yo'nalishlarga 4 yil muddatga. Hozir mana buni kelyapti, kecha. Kafil kerak emas, hokim yordamchisining tavsiyasi asosida beriladi. Lekin puli yo'q. 10 milliongacha summasi plastikka tushirib beriladi.